Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Bu videoda Arafa-i hayit kuni haqida gaplashamiz. Arafa kuni uyimiz pulab-sudrab, tozalab, darvozalarimni yuvib, shunaqa ko'pikli suvli qilib yuvib tozalab oldim. Keyin hamma qilgandek Arafa kuni osh qilib, qo'shnilarga tarqatdik. Keyin chiroyli qilib joylarimni solib qo'ydim, zalga stol nakrovать qilib. Keyin o'sha hayit ertasi kuni kech payt uxlamadim. Mana shunaqa masjiddan uyimizdan ko'rinib turadi shunda. Medov uyimni qaranglar qanaqa zo'r chiqqanini. Buni videosini olmanman. Mana bitta oralarini ko'rsatib maqtanib qo'yaman sizlarga. Yumshoqqina chiqibdi o'zi ham. Keyin Arafadan qolgan oshni isitib ertalab yedik. Mana bitta qo'limni maqtamayman. Bu xilani o'zim chizganman qo'limga. Keyin bular bilan buvimni ko'rgani borib keldik dalaga. Tikib ishlarimni qilib, adajonni so'klarini qilib qo'yib, oshxonamni yig'ishtirib, hamma narsani joy-joyiga joylab yotib uxladim. Sizlar nimalar qildinglar qizlar?